Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun ro'y kasallikninki boshlang'ich alomatlari, ya'ni oldin ko'riladigan signallari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada mushu o'xshamagan yoshdagi kishilarda ko'riladigan ro'y kasallikninki boshlang'ich alomatlari yoki signallarni tafsili tonishtirish orqali qarindoshlarga o'zida bo'layotgan ro'yi kayfiyat yoki his tuyg'udagi o'zgarishlarga qandoq muomalada bo'lish va ularninki taraqqiy qilib ro'y kasalliklarga giribdor bo'lishda oldini olishda nimalarga diqqat qilish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bolsun. Ro'y kasallik miyəni asas qılğan binormallık bolup, u insonlarning o'ylash, tafakkur qilish, his tuyg'u va harakat qilmishiga ta'sir ko'rsatadi. Hammamizning miyasi va ro'yi bo'lg'achqa, hayotimizda hammamiz ma'lum darajada ro'y sog'lomlik masalalarga duch kelishimiz mumkin. Ro'y kasalligiga giribdor bo'lgan kishilarning miyasi o'xshamagan darajada ta'sirga uchrab, o'zgargani uchun ular o'zlari umid qilgandek sog'lom usulda o'ylay olmasligi, his qila olmasligi va harakat qila olmasligi mumkin. Ya'ni o'zining qilmishlarini sog'lom bir xil usulda kontrol qila olmasligi mumkin. Ba'zilarga nisbatan bu faqat kayfiyatda chekidan oshgan va kutilmagan o'zgarishlarni boshdan kechirish bo'lsa, yana ba'zilarga nisbatan u aniq tafakkur qila olmaslik, boshqalar bilan fikr almashtirish, qilishish yoki g'alati xiyollarni qilish orqali o'zlaridagi g'alati hissiyotni tushuntirishdir. Bu resimde yoki grafikda ko'rganinglar, ama shu insonlarninki ro'y kayfiyatidagi normallik va binormallik bo'lib, bu resimni men burunqi leksiyalarimda o'rtoqlashib o'tgan, ko'rayotganinglardagidek bu o'tirliqdagi, eng o'tirliqdagi yeshil doira, ya'ni uning osti ustun, men bu yerda 0 va 1 plus 1 minus deb ifodaladim. Bu insonlarninki normal ro'y kayfiyatidagi mo'tadillik yoki oz to'la ostin ustin bo'lishni ko'rsatadigan bo'lib, bu bizningki normal ro'y kayfiyatimiz hisoblanadi. Uningdan yuqorilab mangan vaqtida yoki uningdan tuvanlab mangan vaqtida bu bizningki o'xshamagan darajadagi ro'y kayfiyatimizdagi binormallik hisoblanadi. Ya'ni o'tirdagi 0 dan yuqorilab mangan vaqtida 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus ko'rayotganinglardagidek bu ro'y kayfiyatdagi ish berish sababidan kelib chiqqan ro'y binormallik bo'lsa, tuvan tarafga qarab mangani -1, -2, -3, -4lar ro'y kayfiyatdagi tuvanlash, ya'ni tushkunlashish shakldagi ro'y binormallik hisoblanadi. Men yuqorida deb o'tgandagidek, bizningki ro'y kayfiyatimiz normalda mo'tadil, ya'ni ba'zida xushal bo'ladigan, ba'zida jushqunlashadigan ahvollar bo'lsa, ba'zida ko'nglimiz yerim bo'ladigan, qayg'uradigan ahvollar bo'ladi. Bularning hammasi normal ro'y kayfiyatga tava uningdan yuqorilab mangan vaqtida yengil darajadagi talvilik deb ataymiz. Uningdan yuqorilab mangan vaqtida, ya'ni bizdagi ro'y kayfiyat yuqorilab mangan vaqtida talvilik eng og'irida ro'y kasallik yoki sarang hisoblanadi. Ro'y kayfiyat
tövellep mangan vaqtidimi ko'rganinglardagidek biz normaldagi ro'y kayfiyat ya'ni mo'tadildan tövellep mangan vaqtida ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish bularning hammasi bizningki ro'y kayfiyatimiz doirasidagi davolg'ush ya'ni normal doiraga kirsa, uningdan tövellep mangan vaqtida tushkunlashish, uningdanmi ig'irlashgan vaqtida ig'ir darajada tushkunlashish, eng oxirisida ro'y kasallik bo'lib o'zini o'ltirib olish kelib chiqishi mumkin. Bu meningki qarindoshlar bilan shu insonlarning ro'y kayfiyatidagi benormallik, normallik va benormallikni tushuntirishda qo'llangan eng oddiy bir grafik yoki rasm. Buni men yuqorida degandagidek burunqi leksiyalarimdami so'zlab o'tgan. Bu yerda bugungi leksiyani texim yaxshi tushuntirish uchun buni qarindoshlar bilan qaytadan o'rtoqlashib o'tdim. Ro'y sog'lomlik masalasi ma'lum ahvol yoki bir qator hodisalar sababidan haddidan ziyoda stress yoki besim his qilish bilan munosabatli bo'lib, u rak kasali, diabet kasali va yurak kasalliklari qatorliq jismoniy kasalliklarga o'xshash ro'y kasalliklarmi doim jismoniy va shundoqla ro'y va psixikalik omillar bilan munosabatlik. Ya'ni bizningki shu jismoniy kasalliklarimiz ro'y kasalliklar bilan munosabatli bo'lganga o'xshash ro'y kasalliklarmi doim jismoniy va ro'y psixikalik omillar bilan munosabatli. Ya'ni ro'y kasallik deganda cho'qim faqatla ro'y omillar bilan emas, jismoniy omillar bilan, misolan mashina vaqasiga uchrash, urush larni boshdan kechirish, portlashlarni boshdan kechirish degandagidek shu jismoniy ahvollar yoki bizda bo'lgan ig'ir kasallik, rak kasali yoki miyaga qon tushish degandagidek ig'ir kasalliklarmi bizningki ro'y kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatib, bizda ro'y kasallik paydo qilishi mumkin deganlik. Ro'y kasalliklar muhit besimiga qaytirgan inkoslar, irsiyat omili, bioximiyalik tangpungsizlik yoki ularning o'rtaq ta'siridan kelib chiqishi mumkin. Muvofiq bir taraf qilish va davolash orqali ko'pincha kishilar ro'y kasallik yoki ro'y benormallikqa taqobil turishi yoki uningdan asliga kelalishi mumkin. Bu faqatla bizning bu ro'y kasallikni yaxshi tonib yetishimiz va uningga nisbatan baldur tadbir elishimiz, ulardan saqlanishimiz bu kasallikni mayli oldini olishda bo'lsin yoki davolab saqaytishda bak muhim. Agar biz uni tonib yetmasak, uningga nisbatan tadbir olmasak, davolash ilib bormasak, bizningki kasalimiz texmi ig'irlashib ketishi, saqaymaydigan holga kelishi mumkin. Shunglashqa bu yerda muhim bo'lgani ro'y kasallikni tonib yetish va uningga nisbatan yaxshi bir tadbir ilish, bu kasallikdan saqlanish va uni davolashda bak muhim. Ko'pincha kishilar ro'y kasallik yoki ro'y benormallikni o'zidan yiroq va oz uchraydigan ahvol deb qaraydi. Ammo amaliyotda u ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, u insonlar orasida nihoyatda keng tarqalgan. Ko'pincha kishilar o'zlarida va yoki yaqin kishilarda ro'y kasallik yoki ro'y benormallik borligini tonib yetishga yoki uni qabul qilishga tayyor emas. Ya'ni kishilar ro'y kasal desa, ular faqatla boshqalarda bo'ladigan, o'zida bo'lmaydigan kasal deb qarag'achqa, bu xil reallikni osonlikcha qabul qilmaydi. Ro'y kasallikning 2 xildan ortiq turi bor bo'lib, ularning ichida eng ko'p uchraydigani xomushlik kasali, ikki qutblik xarakter benormalligi, divanglik kasali, ro'y bo'linish kasali va tashvishlanish kasali qatorliqlar. Uningdan boshqa, men yuqori deb o'tgandagidek nurg'un boshqa turlari bor. Yana hozirgi tibbiy ilmda ro'y kasallikni 2 xildan turga, ko'proq turga ayirib balkim buningdan keyin tibbiy taraqqiy qilsa, ba'zi kasalliklarning kelib chiqish manbasi va sabablari qarab
texmi inchikka bo'lishi va kasalliklarning turmi uzluksiz ko'payib minishi mumkin. Ko'p uchraydigan kasallik alomatlari kayfiyat, xarakter, mijoz, shaxsiy odatlarning o'zgarishi yoki ijtimoiy aloqadan chekinish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Undaqda bu insonlarda ko'riladigan bu ro'y kasallikning oldingi alomatlari yoki boshlang'ich signallari bizni ogohlantiradigan signallar nimalardan iborat degan vaqtida bu o'xshamagan yoshdagi kishilarda o'xshamagan bo'lg'achqa men bu yerda mushu yosh quramiga qarab ayrim o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Quramiga yetgan yana mushu cho'nglarda ko'riladigan boshlang'ich alomatlar tovandagilardan iborat. Birinchisi o'y, fikr va tafakkurning qalaymaqonlashishi. Ikkinchisi uzunga so'zilgan tushkunlik, qayg'u yoki ochiqlanish. Uchinchisi kayfiyatdagi turaqsizlik yoki tuyg'udagi ziyoda igizpaslik. To'rtinchisi o'rinsiz yoki ziyoda qo'rqish, andish qilish va tashvishlanish. Beshinchisi ijtimoiy aloqadan chekinish yoki boshqalar bilan bodikaldi qilishga qiziqmaslik. Oltinchi ishtoy va uxlash odatida ushtumtut cho'ng o'zgarish bo'lish. Yettinchi g'alita ko'z qarash, fikr yoki xom xiyollarda bo'lish. Sakkizinchisi amaliy mavjud bo'lmagan narsalarni his qilish, ko'rish yoki anglash. To'qqizinchisi kundalik masalalar yoki faoliyatlarning höddəsidən chiqolmaslik, ya'ni burun qilayotgan xizmatlarning höddəsidən chiqolmaslik yoki oiladagi oddiy narsalarni qilolmaslik. 10-si har xil dori ishlatish va o'zni o'ltirib olish xiyollarida bo'lish. Mana bular quramiga yetgan, ya'ni cho'nglarda bo'ladigan ro'y kasalliklarniki boshlang'ich alomatlari yoki signallari bo'lib, agar bizda bu xil ahvollar ko'rilgan vaqtida uningga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Darhol muvofiq tadbir elishimiz yoki psixika doktorlarga berib ko'rinishimiz kerak. Undaqda yosh o'smirlarda bo'ladigan boshlang'ich alomatlar yoki signallar nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi dori ishlatish yoki zaharlik chekimlikka o'ginib qilish. Ikkinchisi odatdagi masalalar va kundalik faoliyatlarning höddəsidan chiqolmaslik. Uchinchisi uxlash yoki yemak ichmak odatida cho'ng o'zgarish bo'lish. To'rtinchisi jismoniy kasalliklardan haddidan ziyoda shikoyat qilish. Jismoniy kasallardan haddidan ziyoda shikoyat qilish, ya'ni badanda azroq rahatsizlik bo'lib qolsa, uningga ziyoda inkos qaytarish, ziyoda shikoyat qilish. Beshinchisi uyda yoki maktabda mas'uliyatni bartaraf qilish iqtidorining o'zgarishi, ya'ni ba'zi o'zining mas'uliyat sababidan yuz bergan ishlarga mas'uliyatni o'zi tutolmay, ularni boshqalarga do'ngab qo'yish. Oltinchisi tuzumga xiloflik qilish, sababsiz maktabga bormaslik, o'g'irlik yoki buzg'unchilik qilish. Yettinchisi ziyoda ansizlik, andish qilish yoki qattiq qo'rqish. Sakkizinchisi uzunga so'zilgan salbiy kayfiyat, doim ishda yaxshi bo'lmaslik. To'qqizinchisi doim sababsiz yoki oson ochiqlanish. 10-si o'zini o'ltirib olishni o'ylash. Mana bular yosh o'smirlarda bo'ladigan ro'y kasalliklarning boshlang'ich alomatlari yoki signallari bo'lib, ota-onalar o'zlarining bolalarida bu xil ahvollar ko'rilgan vaqtida uningga hargiz sal qaramaslikka, vaqtida tadbir elish yoki bolalarni psixika doktoriga ko'rinishi nihoyatda muhim. Kichik bolalarda bo'ladigan boshlang'ich alomatlar va signallar nimalar degan vaqtida birinchidan maktabdagi ifodasi yoki natijasi o'zgarish, ya'ni tovanlab ketish. Ikkinchisi qattiq tirishchanliklarga qaramay o'qish natijasi nachar bo'lish. Uchinchisi uxlash yoki yemak ichmak odatidagi o'zgarish. To'rtinchisi haddidan ziyoda andisha qilish yoki tashvishlanish. Beshinchisi uxlayolmaslik yoki uxlashni rad qilish. Oltinchisi sababsiz maktabga bormaslik yoki maktabga borishni rad qilish. Yettinchisi jim turolmaslik, diqqatini yig'olmaslik. Sakkizinchisi davomli
tush ko'rish, bo'libmi qabohatlik tushni ko'p ko'rish, qora besivilish, 9-si tuzumga rioya qilolmaslik, bo'ysunmaslik yoki zo'ravonlik qo'llanish, boshqalarga hujum qilish, 10-si doim ochiqlanish. Mana bular kichik bolalarda bo'ladigan ro'yi kasallik yoki ro'y binormallikniki boshlang'ich alomatlari yoki signallari bo'lib, ota-onalarmi bu o'zgarishlarga alohida diqqat qilishi va sal qaramaslikqa, bundaq o'zgarishlar bo'lgan vaqtida, bundaq alomatlar bo'lgan vaqtida bolasi bilan chiroyli yaxshi paranglashib, ularninki ko'ngilda nima o'ylayotganligini bilishi, zo'ri bo'lgan vaqtida psixika doktoriga olib ko'rsatishi, bu oqibatning texmi ig'irlab ketishining oldini olishda nihoyatda muhim. Undaqda agar ro'y kasallikning yuqorqidek boshlang'ich alomatlari yoki signallari ko'rilgan vaqtida ular qandaq muomalada bo'lishimiz kerak? Qanday qilib ularning texmi ig'irlashib ketishiningki yoki ro'y kasallikka taraqqiy qilishining oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida, birinchisi oldi bilan insonda ruh va his tuyg'u bo'ladi ekan, har kuni har xil davolg'ush va sinoqlarga duch kelib turdiganligini, ro'y kasallikning hech birimizdan bak yiroq emasligini tonib yetishimiz kerak. Ikkinchidan, ro'y kayfiyatimizdagi har qandaq davolg'ush va o'zgarishga sal qaramasligimiz ro'y kayfiyatimizdagi salbiy o'zgarishlarning bizni texmi cho'nqurga so'rab akirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Uchinchisi, yaqin, urug' tuqqan va do'st, birodarlar bilan fikr almashtirishimiz, ularning yo'l ko'rsatishi va yordamiga erishishimiz kerak. To'rtinchisi, kayfiyatimiz va ro'yi holatimizga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhit yoki ahvoldan yiroqlashib, sayohat qilish va ko'ngil ochadigan faoliyatlar bilan ko'proq mashg'ul bo'lishimiz kerak. Beshinchisi, psixika doktoriga ko'rinib, ularning yordamiga erishishimiz kerak. Biz bu nuqtalarga alohida diqqat qilish orqali, yaxshi tadbir qilish orqali bizningki ro'y kayfiyatimizda yuz bergan salbiy o'zgarishlarning texmi ig'irlab ketishiniki, uning ro'y kasallik taraqqiy qilishiniki oldini ola olishimiz mumkin. Bugungi bu ro'y kasallikning boshlang'ich alomatlari degan leksiyani mishat oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat, turmushini xotirjam qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.